Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Ana navbatdagi darvozalarimizni olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozalarimiz ikkitasi birda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. High-tech uslubidagi darvozalarimiz bo'ldi. Bu darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozalarimiz lidslari 1.8 lik, stoykalari 10 ga 10 2,5 stena taglari shivillerdan bo'ldi. Mana bunaqa joylarga nerjinkalarni qo'yib berganmiz, faqat stroyka bo'layotib turgani uchun linkasini ko'chirmayapmiz ekanmiz. Mana qiziqishga o'zimiz ko'chirib ko'rdik. Buni ko'chirib tashlaymiz desak, egalar ruxsat berishmadi. Bu darvozalarimiz kvadrat 1,3 ming so'mlik variantda olib o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin, juda ideal holatda. Zamoklari har doimgidek zubr zamok. Bunisini qulflab qo'yishibdi. Hozir bunisini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ajoyib holatda bo'ldi. Orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bunaqa joylar sentr zamokdan bemalol bitta qo'lda ochib yopishlaringiz mumkin. Orqalari mana bunday holatda tekis bo'ladi. Sharnirlarini ham oshiq-moshiqlarni 3 tadan qo'yib berdik, baland bo'lgani hisobiga. Bu darvozalarimiz balandligi 370 ga, eniga 4 metrga bo'ldi. 2 qanotli qilib beringlar deydi. Yo'limiz tor bo'lgani hisobiga bizga 2 qanotli qilib beringlar deydi. Katta bo'lishiga qaramasdan, mana materiallar o'ta full holatda bo'ldi. Chetki bozlari 8 ga 4 profillaridan foydalanildi. Mana bunaqa chetki bozlari 8 ga 4 lik, ichki profillar 6 ga 4 likda 1,5 stenasida 8 ga 4 profillarimiz 1,7 lik stenada bo'ldi. Bu darvozamiz garaj hisobida ekan. Bu darvozamiz oldiga ochilar ekan, bunisi ichkariga ochildi. Kimga shunday darvozalar qiziq bo'lsalar, albatta bemalol bexijolat pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat.